ya'ni bandasiniki emas, Xudoni aytgani bo'ladi deydi-yu. AI kelgandan keyin hamma birinchi aytgan narsasi oddiy ishlarni olib qo'yadi deb aytgandi. Ya'ni odam miyasi bilan ishlab pul topadi, shuning uchun ko'proq o'qish kerak, shu narsalarda AI olib qo'ymaydi deyishgandi. Birinchi bo'lib shular ketdi, ya'ni finansistlar ketdi. Tasavvur qiling, eslaringda bormi 2 yil, 3 yil oldin bundan bag'ga dasturlashni o'rganish kerak ekan, chunki sun'iy intellekt dasturlash davri boshlandi, boshqa. Birinchi bo'lib kimi yo'qotdi, kimi chopdi sun'iy intellekt? Dasturchilarni chopyapti. 4000 ta, 8000 ta, mana kecha Meta e'lon qildi, 8000 taga yaqinchisini sun'iy intellekt tufayli bo'shatmoqchi ekan va ularning ko'pi dasturchilar. Balki bu bizning mantig'imizdir. Odam nima qilishga qiynalyapti deymizda, osonroq narsalarni qoldirib turib, o'sha qiyinroq narsalarni hal qilmoqchi bo'lganimiz hisobiga o'shalarni chopyapmizmi? Ya'ni sun'iy intellekt bilanda. Kim ishini olib qo'yadi desa, hozirgi nimani o'ylab turgan bo'lsangiz, aynan o'sha narsani teskarisi haqida o'ylash kerakmikin deb o'ylab qoldim. Ya'ni osonroq ishlar balki oxirigacha qolar. Chunki ularda hali odam nima topmaydi. Sun'iy intellekt, ya'ni o'zgartirishdan mazmun topmaydi deb o'ylayapman.